Qizlar orasida hayz siklining buzilishi ko'p uchraydi va onalari ginekologga borishga uyalishadi. Siz bunga qanday qaraysiz? Ochiqni aytsam, bu meni eng ko'p tashvishlantiradigan holatlardan biridir. Hayz siklini buzilishini oddiy holat, o'tib ketadigan holat deb qaramaslik kerak. Qiz bola ko'pincha onasi tomonidan yoki atrofdagilari tomonidan hali yoshsan, o'tib ketadi, yoshing o'tsa to'g'rilanadi, erga tegsang yaxshi bo'lib ketasan degan javoblarni eshitadi. Vaholanki hayz sikli bu o'smir yoshdagi qizlarimizning kelajakdagi reproduktiv salomatligining asosidir. Hayz siklining buzilishi ayollar uchun qay darajada xavfli? Hayz siklining buzilishi ortida ko'pincha boshqa muammolar yotadi. Masalan, tuxumdonlar polikisitoz sindromi, gormonal o'zgarishlar, tuxumdonlar kistasi, semizlik va hokazo. Agar muammoni o'z vaqtida hal qilmasa, kelajakda hatto bepushtlikkacha olib kelishi mumkin. Bu holatning yechimi bormi? Masalan, davolanganda o'tib ketadimi? Ginekolog sifatida shuni aytamanki, qiz bola hayz ko'rishni boshlagandan keyin kuzatuv ostida bo'lish kerak uning hayz sikli. Agar hayz buzilishlari bo'lsa, albatta ginekolog huzuriga olib borib, muammoni yechimini topish kerak. Dastlab gormonal bo'lmagan preparatlardan foydalanadi. Agar muammo aniqlansa, kerak bo'lsa gormonal preparatlar ham tavsiya etiladi. Nimalarga sizning maslahatingiz? Eng katta xatomiz bu vaqtni boy berishda. Agar vaqtida muammo aniqlansa, muammoni yechimi osonroq bo'ladi. Asoratlarni oldini olishimiz mumkin va eng asosiysi kelajakda bepushtligini oldini olishimiz mumkin.